Arife kızımızı Beycan'a doktorxonaga yo'lga saldık. Onda olsa şu bir cüp ata-onalarga kızımız, tatlı kızımız Arife'ge ak yol tilanglar. Kızımız Beycan'a verip çokum saqayıp keldi qeyrindaşlar. Filmni küçep taqtib qo'yinglar, kızımızga ak yol bo'lsin. Onda olsa qeyrindaşlarga bir rahmat aytetinglar. Rahmat hammalarga. Pul yeterlik yig'ildi hamda bularni xotirjam berib davoltib kelalaydi. Hammanglar ko'pdan ko'p rahmat aytmamış bir cüp ata-onalar nomidan. Bizga yordam qilgan, qizimizga yordam qilgan hammanglarga chin yurakimdan rahmat aytaman. Rahmat hamma. Onda bo'lsa Beyjonga sog' salomat berib davoltib kelinglar, qanday ahvollar bo'lsa vaqtida gap qilinglar, ha? Xeyr xo'sh qeyrindoshlar, onda bo'lsa ak yo'l tilanglar. Kuchab taqtib qo'yinglar. Qizim, tatlı kızım ak yol boşuna saqayıp kelin, ha? Ma'qulmi? Xo'sh. Hammanglarga rahmat qeyrindoshlar. Arifa qizimizni yo'lga selish jarayonida mashinamning chaqini etib oldim. Mana bir yak usvelib chaq etilib ketdi. Mana mashinamning chaqini etib oldim mana. Lekin bala qaza mushnav ketdi. Arifa qizim cho'qim saqayib ketdi. 100% ishonchim bor. Hammanglar g'ayrat madad tilanglar.